Bahorda borish uchun O'zbekistondagi trend bo'layotgan 3 ta joy qaysiligini bilish xohlasanglar, bu videoga hozirdan like bosib oxirigacha ko'rib turinglar. Xo'p, birinchi joy bu o'sha hozir trend bo'layotgan, hamma borayotgan Aydarko'l, Jizzax viloyatining Forish tumanida joylashgan Toshkentdan 5 soatlik yo'lda. Aniq lokatsiyasini video oxirida aytaman. Ikkinchi lokatsiya esa o'sha har yili bahor yozda trend bo'ladigan tiniq suvga ega Nefrit ko'li. Aprel maylida borsanglar shunaqa hamma yoq yam-yashil bo'lib juda ham chiroyli bo'ladi. Toshkentdan u ham 4-5 soatlik yo'l. Uchinchi lokatsiya bu Tovoqsoy kanyonlari. Biz bir oycha oldin borganimizda uje yam-yashil bo'ludi, juda ham chiroyli tabiat, ochiq kenglik va ozgina yursanglar shunaqa kanyonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Toshkentdan 4 soatlik yo'lda joylashgan. Xo'p, O'zbekiston ichida bahorda qayerga borishni bildinglar? Agar chet elga chiqqinglar kelib qolsa yoki O'zbekistonning ichida samolyot kerak bo'lsa, arzonga biletlarni Aviasales.uz dan olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu joylarning aniq lokatsiyalarini va rasmlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga o'tish uchun kommentariyaga plyus tashlasanglar bo'ldi, yokida profilim ustida sulka bor, o'shadan o'tsanglar bo'ladi. Bu videoni hamma tanishinglarga tashlab qo'yinglar. Bahor ham keldi. Ro'za tugayapti, tabiat qo'yinda iftorlik qilishga ulgurib qolinglar.